58. Bilet. Kızıl avtomobil kimga yo'l berish kerak? Demek kızıl avtomobil bir yerde asosiy yo'l belgisi turibdi, ya'ni asosiy ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv belgi turibdi. Kızıl avtomobil hech kimga yo'l bermaydi. Bu imtiyozga ega, ya'ni asosiy yo'l bo'ylab harakatlanmoqda. Hech kimga yo'l bermaydi. Avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlar bo'yicha qoidani buzib burilmoqda? Qaysi yo'nalishlar bo'yicha? Xo'p, bu yerda ko'k avtomobil B trayektoriya bo'yicha qoida buzyapti, chunki bu yerda sidirg'a chiziqni kesib o'tyapti. Mumkin emas. Sal oldinroq o'tish, qayta tizilish kerak edi o'ng tasmaga. Chap tasmadan ham o'ngga burilish mumkin emas. O'ng tasmaga o'tish kerak edi. Demak, har ikki yo'nalish bo'yicha qoidani buzmoqda. Bu buzmayapti, buzmoqdani bosamiz. Har ikkisi buzmoqda. Chapga burilish sizga qaysi trayektoriya bo'yicha amalga oshirishga ruxsat etadi? Chapga burilish qayta. Bu yerda chapga burilishda biza V trayektoriya bo'yicha harakatlanishga ruxsat beradi. Ya'ni B trayektoriya bo'yicha emas. Chunki bizlar hozir bir tomonlama yo'lda harakatlanmoqmiz. Bu belgidan bilib turibmiz. Ya'ni men bir tomonlama harakatli yo'ldan kelyapman va chorrahadan keyin bu yo'l qatnov qismi chorrahadan keyin yo'limiz ikki tomonlama bo'ladi. Demak, men chapga burilmoqchiman. Bu trayektoriya bo'yicha ham burilishga ruxsat beradi, lekin A trayektoriya bo'yicha mumkin emas. A trayektoriyadan, ya'ni shu o'ng tasmadan to'g'riga, o'ngga harakatlanishga ruxsat beradi. Chap tasmadan faqat chapga harakatlanishga ruxsat beradi. Demak, V trayektor bo'yicha to'g'ri bajaradi. Aholi punktlardan tashqarida qaysi avtomobil to'xtab turish qoidasini buzmadi? Aholi punktlardan tashqarida. Demak, aholi punktlardan tashqarida asosiy yo'l hisoblangan yo'llarda, ya'ni davlat, xalqaro yo'l asosiy yo'l hisoblanganda qatnov qismida mumkin emas. Yo'l yoqasida mumkin, ya'ni chiziqdan u tarafi yo'l yoqasi hisoblanadi, sidirg'a chiziqdan. Demak, qoidani buzmadi. Demak, faqat qizil avtomobil haydovchisi qoidani buzmadi. Va ikkisi qoida buzyapti, chunki bular qatnov qismida qolgan. Yo'l yoqasi mavjud, qatnov qismida to'xtab turibdi. Avtobus haydovchisi bu joyda odam tushirishga ruxsat etiladimi? Odam tushirishga ruxsat etiladimi? Yo'q, taqiqlangan, chunki bu yer to'xtab turish joyi. Lekin bu yerda to'xtashga ruxsat etilmaydi. Avtobuslar nereda to'xtash kerak? Faqat bekatlarda to'xtash mumkin. Bekatdan tashqarida to'xtash taqiqlangan. Qaysi yo'nalishlarda harakat qilish mumkin? Demak, bu yerda ikkita tasma bor. Bir yo'nalishda o'ng tasmadan to'g'riga, o'ngga, bu tasmadan ko'rinmaydi, to'g'riga va chapga. Qayerga borishga ham ruxsat etadi. Lekin yonida taqiqlovchi belgi turgani uchun, qayerga borish taqiqlangan belgi turgani uchun bu belgida, ya'ni tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalish belgida to'g'riga va chapga harakatlanishga ruxsat beradi. Demak, svetofor bor. Svetofor bu belgilarda inkor qilinmaydi. Svetofor imtiyoz belgilarini inkor qilish mumkin. Ya'ni ulardan ustun imtiyoz belgilari bu ta'sirini yo'qotadi, o'z ta'sirini. Svetofor ya'ni tartibga solingan chorrahada. Demak, qo'shimcha tarmoqdagi yashil ishorada biza chapga burilishimiz mumkin, lekin qayerga borish taqiqlangan bir belgiga amal qilamiz. Demak, chapga harakatlanish mumkin, chapga faqat. Yengil avtomobil qaysi yo'nalish bo'yicha to'g'ri burilmoqda? Demak, bu yerda o'ng tasma yo'nalishda transport vositalarining tasmasi bo'lagi ekan, belgidan va chiziqdan bilyapmiz, A chizig'ini. Demak, chorrahaga yaqin joyi uzuk-uzuk bo'lishidan bilishimiz kerakki, bizlar A tasmaga o'tib, so'nggina o'ngga burilishimiz kerak. Ikkinchi tasma, ya'ni ikkinchi trayektoriya bo'yicha, bu yo'nalish bo'yicha mumkin emas, o'rta tasmadan. Faqat birinchi trayektoriya bo'yicha ruxsat etiladi.
yo'nalishi transport vositalariga bekatdan tashqari joylarda yo'lovchilarni olish va tushirishga ruxsat etiladimi? Hozirgina ko'rib o'tdik, ya'ni avtobus haydovchisi parkovka, ya'ni to'xtab turish joyida to'xtash mumkin emas edi, boshqa yerda ham taqiqlangan hisoblanadi. Velosipeddan foydalanishda yo'lovchi tashishga qaysi hollarda ruxsat etiladi? Velosipeddan foydalanishda yo'lovchi tashish 7 yoshdan kattalarga ruxsat etiladi. 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni bo'lsa, maxsus o'rindiqlarda tashish mumkin. Xuddi shunday yengil avtomobilning oldinda, lekin 12 yoshdan kattalarni tashish mumkin, undan kichiklarni maxsus o'rindiq kerak bo'ladi. Ushbu avtomobilga ko'rsatilgan yo'nalishlardan qaysi biriga harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda ham shu boya ishlab o'tganimizdek, bu yerda chap tasmaga kelgan yengil avtomobilda hozir ikkita trayektoriya bor. Ikkita trayektoriya. To'g'ri harakatlanish ham mumkin. To'g'riga lekin. Endi bu yerda svetoforning qo'shimcha qismi, ya'ni qo'shimcha qismi yanyapti. Yashil ishora asosiy qismida qizil, shuning uchun to'g'ri harakatlanish taqiqlangan, faqat chapga burilishga ruxsat beradi. Lekin taqiqlovchi belgini inkor qila olmaydi svetofor. Taqiqlovchi belgini. Bu yerda qayrilib olishga ruxsat berilgan, chapga ham ruxsat berilgan. Chunki bu yerda e'tibor qilmoqmiz, ajratuvchi mintaqa bor. Bu belgi bo'lsa, butun boshli chorrahaga emas, birinchi kesishmaga tegishli. Ya'ni ana shu ajratuvchi mintaqagacha tegishli. Ya'ni oq avtomobilni mana bu yo'lga kirishni taqiqlab turibdi, lekin keyingisini bu yerga harakatlanishni, ya'ni bu yerga burilishni taqiqlamaydi. Qayrilib olishga ruxsat beradi bu belgida. Lekin chapga burilishga ham ruxsat. Ya'ni ajratuvchi mintaqa bo'lgani uchun. Agar parallel chiziq bo'lganda edi buni unda mumkin emas edi chapga burilish bergan. Faqat qayrilib olishga mumkin bo'lib qoladi. Ajratuvchi mintaqa bo'lgani uchun bu yerda bizlar chap va qayrilib olishga ham ruxsat beradi deganni bosishimiz kerak. Faqat qayrilib olishga, faqat chapga, ikkala yo'nalishda ham taqiqlaydi, ikkala yo'nalishda ham ruxsat beradi. Qaysi transport vositalari o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, tramvayga svetofor o'zi to'g'riga yonyapti. U o'ngga burilish taqiqlangan. Hozir o'ng tarafindagi ishora yonmayapti. Qizil avtomobilga barcha yo'nalishga, shu jumladan o'ngga ham ruxsat etiladi. Demak, yengil avtomobilga harakatlanish faqat o'ngga. Qaysi rasmda sariq avtomobil haydovchisi qizil avtomobilga yo'l berish kerak? Xo'p. Demak, bu o'ngdagi rasmda yo'l bering belgisi turibdi, unga yo'l berish kerak bu rasmda ham. Xo'p, bu belgida ham yo'l berish kerak, chunki bu yer qizil bilan sariq avtomobil ikkisi ham asosiy yo'lda, ya'ni asosiy yo'l yo'nalishini chorrahada o'zgargan, ya'ni o'ngga. Sariq avtomobil bunday vaziyatda o'ng tomondan yaqinlashgan qizil avtomobilga yo'l berish kerak. Demak, har ikkala rasmda ham sariq avtomobil qizil avtomobilga yo'l berish kerak. Qaysi avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak? Demak, bu yerda qizil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Chunki tuproqli yo'lning chorraha oldi to'shamali qoplamali bo'lishi bu yo'l bilan teng huquqli qilmaydi. Ya'ni bu yer baribir ikkinchi darajali yo'l. Ya'ni belgi bo'lmagan taqdirda ham bu yer qoplama turini hisobga olib ikkinchi darajali yo'l deb bilamiz. Ya'ni ko'k avtomobil asosiy yo'l bo'ylab harakatlanadi. Demak, ko'k avtomobil oldin o'tadi, qizil avtomobil yo'l berish kerak. Demak, qaysi avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak? Qizil avtomobil haydovchisi yo'l berish kerak. Avtomobillar quyidagi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beriladi? Demak, bu yerda bizlarga test berishdan maqsad bu savolni berishdan bizlar tartibga solingan chorraha bu yer. Tartibga soluvchigami, svetoforga qaysi biriga amal qilamiz degan savol ham bor bu yerda va tartibga soluvchining shu ishorasida qaysi yo'nalishlarga harakatlanishga ruxsat etiladi degan savol ham turibdi aslida bu yerda. Ikkita savol bitta rasmda.
Ya'ni tartibga soluvchining bu ishorasida bu avtomobillarga barcha yo'nalishga, tramvayga faqat chapga bo'ladi. Endi tramvay yo'q. Bularga barcha yo'nalishga harakatlanishga ruxsat etiladi. Chunki biza tartibga soluvchi shaxsning ishorasini amal qilamiz. Svetofor ishorasini emas. Har ikkisiga ham ko'rsatilgan yo'nalishda ruxsat etiladi. Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, avtomobil bu taqiqlovchi belgilar o'ngga burilish taqiqlanadi, chapga burilish taqiqlanadi belgilar asosan qaysi qatnov qismining oldinda qo'yilgan bo'lsa, shu kesishmaga taalluqli deyilgan. Bu yerda ikkita kesishma bor. Ya'ni ko'k avtomobil oldida nechta kesishma bor desa, ikkita kesishma. Bu birinchi kesishma. Endi bu ikkinchi kesishma. Demak, belgi birinchi kesishmaga taalluqli. Endi bu ikkinchi kesishmaga taalluqli emas. Chunki bu yerda nechta qatnov qismi bor desak, ikkita. Ya'ni o'rtada ajratuvchi mintaqa bo'lgani uchun ikkita qatnov qismi bor. Agar buni o'rnida sidirg'a chiziq bo'lsa, bir dona mana bunday chiziq bo'lsa yoki ikkitalik, unda u tomonga mumkin emas edi. Ya'ni bu belgida taqiqlanadi chapga burilish. Shuning uchun bu belgida qayrilib olishga ruxsat beriladi, lekin bu yerda emas. Ya'ni bu belgida chapga ko'rsatgani bilan qayrilib olish, chapga burilish mumkin, qayrilib olish mumkin emas. Ya'ni bu belgida esa chapga burilishga ruxsat berib turibdi. Demak, birinchi yo'nalish bo'yicha ruxsat etiladi haydovchiga. Ushbu avtomobil haydovchisi, ya'ni ushbu avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etilgan? E'tibor bering. Bu yerda transport vositasining tezligi 40 dan oshmaydi degani bor. Ya'ni taniqli belgi o'rnatilgan. Demak, 40 dan ya'ni transport vositasining tezligi 40 dan yuqori yurmasa, ular o'ng chetki qatordan yurish kerak iloji boricha. Chetki chap tasma qachon chiqadi deganda, chapga burilish, qayrilib olish, agar bu yerda biron bir to'siq bo'lsa, uni aylanib o'tish uchun chiqish kerak bu bo'lakka. Demak, e'tibor eting, o'zi aslida birdan ketish kerak. Xuddi chapga burilmasa, qayrilmasa birdan yurish mumkin edi. Mumkin, birdan yurishi. Endi chap tasmaga u chapga burilish, qayrilib olish uchun, ya'ni 3-chi, 4-chi manevr uchun, ya'ni yo'nalish uchun ham chiqish mumkin, lekin bu yerdan to'g'riga, ya'ni ikkinchi yo'nalish bo'yicha harakatlana olmaydi. Shuning uchun ruxsat berilgan 1, 3, 4, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi yo'q, birinchi, uchinchi, 4-chi. Mana bu yo'nalishlar bo'yicha to'g'ri bajaradi. Individual harakatlanish vositalarini necha yoshdan boshqarish ko'rsatiladi? Bulardan 12 yoshdan, 14 yoshdan boshqarish ko'rsatiladi. 14 yoshdan. Harakat tezligi 40 km/soat tezlikdan oshmaydigan transport vositalari qatnov qismi o'ng qatordan chiqishga qachon ruxsat etiladi? Aylanib o'tishda, to'g'ri. Hozirgina shu bo'yicha masalani ko'rib o'tdik. Chapga burilish yoki qayrilib olish uchun qayta tizilishda sanab o'tilgan barcha holatda chetki chap qatorlarni egallashga ruxsat etiladi. Qaysi javobda avariya holati yuzaga keltirish atamasining ta'rifi to'g'ri ko'rsatilgan? Avariya holatini yuzaga keltirish yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablarini oldin olish, ularni ahvol-ahvoldan qandirish. Bu harakat xavfsizligi bo'yicha, ta'minlash bo'yicha edi. Yo'l harakatining boshqa qatnashchilarining harakat yo'nalishini yoki tezligini keskin o'zgartirishga, shuningdek o'z xavfsizligi yoki boshqa fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'zga choralarni ko'rishga majbur etish, ya'ni majbur qilish. Mana bu yo'l, ya'ni avariya holatini yuzaga keltirish. Bu tarif hisoblanadi. Bu tarif ham yangi bir yo'nalishda harakatlanayotgan relsiz transport vositalarini o'zib ketishga ruxsat beriladi. Ya'ni bu bir yo'nalishda deganda, bir yo'nalishda misol uchun 3 ta tasma bo'lsin, 4 ta tasma bo'lsin, oldida harakatlanib turadigan transport vositasidan bizlar bir yo'nalishda bo'lsa, hamma tasmada o'tib ketishimiz o'zib ketish hisoblanadi. Oldida turgan transport vositasini o'zib ketish har ikki tomondan ham ruxsat etiladi. Har ikki tomondan ham ruxsat etiladi.